Ha, nima deysan? Muz qaymoq yegimga Ha, qoldi. muzqaymoq tomog'ing og'rib qoladi. Bo'pti, o'zim qilib Yur, undan ko'ra choy ichamiz. Choyni uyda ham ichaveramiz-ku, dadasi. Onasi anaqa. Nima qilasan buni? Hozir pul yetmay qolsa-chi? Hali kreditlarimiz ham bor. Degimiz kelyapti. Keyin olamiz, men joyga qo'yib qo'y. Men kassada bo'laman, men. Nima deysan? Dadasi, kelishingizda qulupni olib keling. Qanaqa qulupini, Uni ustiga olib ham olganim yo'q. O'zim bugun siz navbat sizlarmi? Ha, bir amati bizdan qolib ketuvdimi, uka? Men aytgan shashlikni olib kelmadingizmi? Esimdan chiqib qolibdi. Keyin safar olib keladi. Uydagi produktlardan eplanib turgan. Farzandi bilan ayolim yaxshimi? Ayolingiz yaxshi, lekin farzandingiz nuqson bilan tug'ilgan. Nimaga? Ko'p hollarda ayollar o'zi iste'mol qilmoqchi bo'lgan narsani yemagani uchun shunaqa bo'lib qolishi mumkin.